Erkaklar ayoli bilan bo'lgan uydagi kelishmovchilikni qarindoshlarga olib chiqadi. Qarindoshlarini to'plab olib, ularni ayoliga gapirtirib, ayolini aybini qarindoshlarga gapirib berib, ularni yordami bilan qaysidir muammoni hal qilmoqchi bo'ladi. Aslida oila bo'lgandan keyin erkak uydagi narsani umuman olib chiqmaslik kerak. Na do'stlariga, na ota-onasiga, na boshqaga. Uydagi narsa uyda qolishi kerak. Bu kuchli erkakni oila boshlig'ini eng birinchi ko'rsatkichi. Qarindosh urug'larini to'plab olib, ularni yordamida ayolini tarbiya qilish bu majlisga o'xshaydi. U oila boshlig'imi yoki majlis olib boruvchimi tushunmaysiz. Albatta bu jamoa ayolni bosib tushadi. Lekin ayolni ko'ngli sinib qoladi va bunaqa munosabatlar sog'lom bo'lmaydi. Shuning uchun erkak bo'lish kerak va ayolini har qanday kamchiligini oilani ichida hal qilish kerak. Jamiyatni yig'ib olib, majlis o'tkazish kulgili va ayanchli.